musulmon bugun endi biz iPad versiya qilishni o'rganib olamiz. Birinchi o'rinda nastroykaga kiramiz. Klanga kiraveribman. Kirganimizdan keyin grafikaga o'tib, muqlashtirishni bosib, Facebook'da masalan muvozalashganga emas, ravonga qo'yib qo'yish kerak. Mana bag bo'lib 180 turib qoladi ba'zida. Endi biz buni qo'yib qo'yamiz va Play Marketga kirib olib split screen deb yozamiz. Va bizga mana shunday narsa chiqib keladi. Aynan shu, boshqa narsa kerak emas, boshqa narsa emas. Mana 1-2 turgani, endi biz buni yuklab olamiz. Yuklab bo'lganimizdan so'ng buni ichiga kiramiz va kirganimizdan keyin yuqori ilova, quyidagi ilova bo'ladi. Birinchisiga YouTube ni tanlaymiz yo YouTube boshqa ilova bo'lmasin. Public Mobile. Mana shuni tanlaymiz. Endi asosiy ekranga qo'shish. Asosiy ekranga qo'shish mana shu bo'ladi. Shu bo'lgandan keyin bosamiz. Va bulardan bu akini bosmaymiz. Pastdagi usini bosmaymiz. Mana shuni bosmaymiz. Bo'lmasa boshqa narsa bo'lib ketadi. Foydalanishni bosamiz. Keyin foydalanish bosganimizdan so'ng shunday kirib bo'ladi va reklamadan so'ng kiritish, bosh ekranga qo'shish degan narsa turadi. Keyin mana pastda uni bosh ekranga ko'ring degan narsa bo'ladi. Keyin unday qilasizlar-da, menda ikkita edi. Shuni buni o'chirish uchun olib tashlash bosasizlar. Shuna kirasizlar, birinchida o'xshamaydi, ikkinchilarda o'xshaydi. Endi asta PUBG Mobile ga kirayotgan payti endi asta ekranni tortamiz. Agar sizda o'xshamasa iPad versiya va nihoyat bizda o'xshadi. iPad versiya qilish endi sizlarda o'xshamasligi mumkin. Agar ishlamasa, bunday bo'lmasa, qaytadan qilib ko'ringlar. Oxirigacha kutamiz. Obuna, like bosib qo'yinglar. Подписка qilinglar. Birga bo'lishimiz zarur. O'xshadi va nihoyat o'xshadi. Agar bu iPad versiya qilmoqchi bo'lmasalaring, yana bitta chiqasizlarga PUBG kirasizlar. Xayr hammaga, sizlar bilan musulmon bugun endi videoni tugatamiz. Hammaga xayr do'stlar.